2002-yil Britaniyada Michael Carroll 19 yoshli bola milliy lotereyasida 12 million dollar yutib oladi. O'sha paytda Michael Carroll 19 yoshda yarim stavkada chiqindilarni yig'ib yuruvchi inson bo'ladi, ya'ni maxsus transda ishlaydigan bo'ladi va 12 million dollar pul yig'ib 10 yil ichida yana chiqindi tashuvchi maxsus transga kelib ishlashni boshlaydi. Tasavvur qilingan 12 million dollar. Yo'q joydan kelyapti va pulni nima qilishni bilmagani uchun, pulni to'g'ri boshqara olmagani uchun bor pulini ham yo'q qilib, yana eski holiga qaytyapti. Bodo Shefferni siz tanisangiz kerak, dunyoning eng mashhur moliyaviy savodxon insoni, eksperti, o'qituvchisi, Money laqabli kuchukcha nomli kitobning muallifi. 70% boy meros olgan odamlarni boyligi ikkinchi avloddan keyin yo'q bo'lib ketar ekan. Nima uchun degan savolga javob. Aynan moliyaviy savodxonligi yo'qligi uchun. Ya'ni ko'pchilik aytishadiki, meni farzandim mendagi qiynalmasin, meni farzandim mendan zo'r bo'lish kerak, mendan zo'r ovqatlanish kerak, zo'r joylarda o'qish kerak deymiz-ku, lekin ozgina moliyaviy savodxonlik jihatdan shu farzandlarimiz tarbiyasini buzib qo'yamiz. Aslida agar qiyinchiliksiz sizga meros kelsa, siz uni to'g'ri boshqarishni o'rganmasangiz, bor pulni ham yo'q qilamiz va bu isbotlangan fakt.